Jamilani qaranglar, maza qilib uxlashini. Hammani ham qizi bo'lsin ekanda. Menimcha o'zimni bir xil payt odammasdek his qilaman. Voy, odam? Kim aytdi kelin odam deb? Kelin odam emas. Nima pichir ertalabdan? Hozir qizlarim turadi. Choylaring tayyormi? Voy, asal qizlarim, turinglar. Bular maktabdan kanikulga chiqib uyquchi bo'lib qoldi. Qani turinglar. Oyi, yana birpas uxlaylik. Tura qoling. Oyjon, bir haftadan keyin amakimni qizlarini to'yi. Ko'ngil olishim kerak. Oyijon, yaqin o'rtog'imni tug'ilgan kuni edi-da. Shunga sovg'a olishim kerak. Voy, kakras oyijon, men ham bitta tapchik olishim kerak edi. Oylik oldilaringmi o'zi? Avans oldik oyijon. Unda qani ketdik. Nurniga sizga kun bo'lay, xizmatingiz. Oyjon, qarang, to'yga ko'ynak topdim. Atigi 345 ming ekan. Ha, olaqa. Oyijon, o'rtog'im tug'ilgan kuniga zo'r sovg'a topdim, qarang. Nasiga olasanmi qizim? Ovuraman. Va olaqa. Oyijon, men o'zimga mos oyoq kiyim topdim. Voy, aylanib ketdi. Olib beraymi shu? Ha, olib bering. Olaqa. Xo'sh, meni kelinlarim olgan narsalar nech pul bo'ldi? Qarang opajon, bitta keliningizniki 345 ming bo'ldi, ikkinchilarniki 425 va oxirgi keliningizniki 650. Opajon, qarang, bizda hozir rezidor aksiya ketyapti. Ha, qanaqa aksiya ekan? Do'konimizdan 300 mingdan ortiq tovar olsangiz, siz atigi 10 ming so'mga forma olib ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz kofta olib ketsangiz bo'ladi yoki qora yubka olib ketsangiz bo'ladi. Ha, zo'r ekan. Xonada ikkita qizim